Assalomu alaykum, Guli Maqsud kanaliga hoş geldinizler. Bugünkü 10 nechinchi qatimliq live stream bo'lib ketdi. Bu meningki 16-cı qatimliq live streamda. Sizlarga alohida bir mehmonni taklif qildim Avstraliyadan. O'lishgunki bir videomda bütün şu Uyg'urcha barliq YouTube kanallarını tanıştırgaç hamda bir necha Uyg'ur tilidagi telefoningizga tushirgan applardan qaysi-qaysilar bor deb sizlarga ikki appni tanishtirgan shularning ichidagi biri YouTube app haqida texnik bakrak ishonchiga ega bo'lish uchun Avstraliyadan qarindishimiz Baxtiyor, yaxshimisiz, bormisiz, yo'qmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Yaxshi. Hoş geldiniz ekranımga. Rahmat, hoş bulduk. Bu fursatni yaratib berganingizga rahmat. Bugun shu YouTube Uyg'urcha suzuk, ya'ni yuqori aniqlikdagi karton va Uyg'urcha filmlarni ko'rish appini tushuntirish fursati bilan ekranga chiqdim. Shu munosabat bilan sizga va ekran oldidagi qarindoshlarga rahmat aytaman. Sizga alayda rahmat, to'xtamay tirishchiliklarni ko'rsatib, xalqimizga foydali bo'lgan bir narsalarni yo'lga o'tibsiz. YouTube'da bu ismni dastlabki ko'rgan vaqtimda men bir YouTube kanali o'xshaydi deb o'ylab qolib ekanman. Keyin lekin Facebook badlaringizdan, o'sha qilayotgan ishlaringizdan, o'sha loyihalagan o'sha applardan shunday suyundimda, shunga sizni alayda taklif qilib, YouTube to'g'riliq ko'proq so'zlab beraman degan deb qildim. Rahmat. Amsi shu appninki o'zininki bir narsani bu programmalarni bir ko'rib tanishtirib berib qo'yasiz. Bo'ldi, men qisqacha tushuntirib o'tay. Bu shu YouTube appninki tor ekran brauzerdagi, ya'ni ko'rinishi bo'ldi. Qanaqa ekran? Appni tanishtiryapmiz ko'rmanlar. Mana bu uyuchib o'rlashtirilgan karton filmlar hozirgacha taxminan shu 180 atrofida Uyg'urcha hammasi, yuqori aniqlikdagi karton filmlar bolalar uchun. Bular Uyg'urcha. Buni hamda asosliq maqsadini, nishonni keltirib tushuntiray inshaalloh. Ikkinchi bularni turga olib qo'ydim hamda bu qo'llanuvchilar oson bo'lish uchun Turkiston filmlari masalan. Buningda shu vatanimizda ishlangan mazmuni xili yaxshi, oilaviy muhitga mos kelgan yaxshi filmlarni yig'ib to'plab degandek jamlab qo'ydim. Lekin har xil programmalardan masalan shu vatanimizda ishlangan har turli turlardagi filmlar, qisqacha dokumentary xarakterlik narsalarni filmlar. Buni to'plab qo'ydim masalan. Bularning mazmuni xili mo'l, undan keyin tarbiyaviy ahamiyati xili yuqori ekan. Cho'nglar filmlari, mana bu cho'nglar filmlarining turlari hammasi butunlay Uyg'urcha. Bu cho'nglar filmlarining ichida taxminan 180 atrofida film bor. Hamda bu YouTube supsini qurishimizdagi asosli maqsad bu muajiratda Uyg'ur farzandlarimizninki til masalasining tilini yo'qotish ehtimolligi bek yuqori, ya'ni keyingi 10 yil, 20 yil ichida balkim ota-onalar ching tutmagan sharoit ahvol ostida tilimizning yo'qolib ketish, ya'ni boshqa millatlarga assimilyatsiya bo'lib ketish ehtimolligimiz bek yuqori muajiratda. Shu vajdan ham bir cho'ng bir ishni qilolmasaqmi, lekin ozroq bo'lsa-mu bir malham bo'lib qolar. Shu uyda hamda Netflixdan ko'radiganlar bor, YouTubedan ko'radiganlar bor inglizchalarni. Ya bo'lmasa turkcha, ya bo'lmasa qaysi davlatda yashash, shu davlatning tilidagi programmalarni kichik bolalarimiz shaxsan yoqtirib ko'radi deb o'ylayman. Uning o'rniga hamda uningga 10 soat, haftasida 10 soat vaqt sarf qilsa, masalan, kuniga 1 soat desak, shu 10 soatning 5 soatini shu YouTube tipdagi, shunga o'xshash bolalarni qiziqtira oladigan masalan, bolalar filmlari desak, hammasi bu jihlari masalan yuqoridagilar yangi chiqqan film, karton filmlar masalan, tegidagilar burun ishlangan degandek. Lekin bolalarni qo'yib bersak,
qiziqtirish ham bularni o'ziga tortish xarakteri yuqori bo'ldi ekan. Shu vajdan shu bu YouTube supsini ishlagan. Andan keyin bu cho'nglar filmlarida to'g'risida to'xtalay. Hamda bu cho'nglar filminimi oila, masalan, bolalar, ota-onalar birga o'tirib ko'radigan holatda ya'ni filmni qamlashmagan bir dinimizga ya bo'lmasa bizning musulmonlik ya bo'lmasa uyg'urlik axloqimizga zid bo'lgan yerlarni kesib elib etib degandek ya'ni ota-onalar xotirjam o'tirib ko'radigan bir holatga kelib shundoq bir ajrlarni singdirib qo'limizdan kelishini qilyapmiz. Shu bu hamda shu hozirgi sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan YouTube'ninki to'rt ekranli ko'rinishi. Bu YouTube'ni hamda appning bu YouTube degan hamda men qo'ygan nima deymiz marka xarakterlik ism desak bo'ladi. Lekin Google Play Store'ga yoki Apple'ninki, Almi'ninki App Store kirsanglar YouTube sanglar chiqmaydi. Bu appning ismini DS Video deymiz. Ya'ni ekranga yozib bo'lamdi. DS Video men kanal qismiga yozib qo'yaman. DS Video deb yozsak App Store'ga yoki Google Play Store'ga mana shu baş surati bir şey adamı mesela menimce benimkidim çıkıdı o deb tuttu ama bir minut App Store var benimkidim. Qarab bakayım şu App Store'dan çıksa. Bu şimdi şey space'lagan shundan barakarlab. Ko'pchilik telefonlarning App Store'ning ichiga kirib DS Video deganga kirib, DS Video degan appni tushiradilar. Şu DS Video desek, şu qizil ranglik, bundaq filmning nimasi bor, şu YouTube'ninki bosh surati. Bu shakldagi bir appni tushirasizlar. Appni tushirgandan keyin agarda shuni ishlatishni qaladigan qarindoshlar bo'lsa, bizningki Facebook saytimiz bor. Facebook saytimiz qani? Mana Facebook saytimizni ham chiqyapti mana. Şu Facebook saytimiz, bu Facebook sayfasi orqali YouTube channel deb yoki YouTube deb yozsanglar biz chiqamiz. Shuni qaytib olsanglar, shu orqali Facebook Messenger orqali biz ushur qilsanglar bo'ldi. Mana shunda. Ushurlarman masalan meniki. Ushur qilsanglar shu men sizlarga shu hisobot ichib bersam bo'ldi. Shu orqali ko'rsizlar bu DS videoni. Ya'ni DS video orqali bevosita nima hisobot yoki abon ochqili bo'lmaydi. Shu bilan aloqa qilsanglar YouTube Facebook sayfasi orqali men yechib bersam bo'ldi inshaalloh. Hamda men bu nima to'g'riliq ozroq bir narsa yozgan YouTube app to'g'riliq PDF. Buni ozroq so'zlab ketay. Oldingi qismlarni asosan og'zaki tushuntirib o'tdim deb o'ylayman. Keyindeki hozir YouTube'ni rasmiy sog'liqi jamoatchilik e'lon qilganimizga bir yarim oy ishga bo'lay deb qoldi. Shu vajdan ozroq faoliyat qilgan. Bunun ya'ni oldingi 20 abonentga bir oylik haqsiz YouTube hisobot ochib berish. Masalan, biz bilan aloqa qilsam shu Facebook sayfasi orqali oldingi 20 abonentga ondan keyingi 21 abonentdan 40 abonentgacha 60% tushirib berish, ya'ni 4 Amerika dollar. Ya'ni bu şekilde mengib kelib şu 100 adam nishon qildik inshaalloh. Şu 81 dan 100gacha 30% tushirib berish, ya'ni bir oyda 7 Amerika dollar. Ya'ni buning ikkinchi oydan boshlab bo'lgan chiqimi, ya'ni 10 Amerika dollar bo'ldi. Şu PDF'ninki özünü bir köşesine soktukken bu şeyi hazır Facebook'ta. Ma'qul, tamam chiqaray. Hazır PDF mantiq chiqdi deb so'zlab ketdim PDF'ni. DS videoni tushirgandan keyin IP address kerak deb so'raydigan shunday chiqib olgan deydi. Hozir tushuntirganimiz yangidan bozorga so'tilgan app YouTube, uni App Store ichiga kirgan chog'da DS video deb tushiramiz. Andan keyin Facebook'dan YouTube Facebook betidan şu YouTube'ninki qurg'uvchisi hozir so'zlayotgan Baxtiyor bilan aloqalashib, anonimlik adresini birini olamiz demoqchi. Shunaqa-ku?
Şundaq. Bu hazır sual so'rayotgan qarindoshlarga so'zim IP adres lazım bo'lsa, shu men degandek abay YouTube'ninki Facebook kanalı var. Facebook sayfası var. Şu Facebook sayfası orqali biz bilan aloqa qilsangiz, biz sizga mazmunlarni ta'minlab beramiz inshaalloh. Mana PDF ne men endi ko'rsatay. Oldingi 20 abonentga YouTube bir oylik haqsiz hisobot ichib berish, 21 jazadan 40 jazagacha 60% tushirib berish, shunday qilib 100 azani nishon qildik inshaalloh. 81dan 100gacha 30% tushirib berish, ya'ni bir oyda aran $7. Ya'ni normal bir oylik haqqi $10 bo'ldi. Ya'ni ikkinchi oydan boshlab $10dan to'lasangiz bo'ldi. Ya'ni 6 oylik yoki har oylik to'lab bo'lmaymiz, 1 yillik to'lab bo'lmaydi degandek shaklda. Andan keyin bu endi baha bizningki shu Yevropa ellerida, Amerika, Avstraliya iqtisod sharoiti biroz yaxshi, ya'ni dollar xajaydigan, yevro xajaydigan davlatlarga qiyoslashtirib qo'yilgan baho bo'ldi. Bu $11. Lekin O'rta Osiyodagi, masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston degandek davlatlar ya bo'lmasa Turkiyadagi, ya'ni qiyoslashtirimizning iqtisodiy ahvoli qarta uning bahosini ayrim belgilaymiz. Shunlashqa u masalan shu davlatga qiyoslashlar yana biz bilan aloqasi bo'lib falan davlatdan men deb berdigan abonentlar düşük oldu mu ya hazır məxsus barmı azraq? Yani o'rin bor, chata yo'q. Men o'zim Ko'pchilik fursatni chong tutinglar. Inshaalloh o'zim o'rlashtirib YouTube'ninki IP adresini YouTube'dagi Facebook page orqali kirib yo'linglar. Hazır davomlash YouTube'da. Mana Facebook'daki atılışı YouTube channel deb yozildi mana. Şu. Mush orqali Facebook bilan bizdan biraz aloqa saqlab bo'ldi inshaalloh. Men endi nima to'g'riliq, texnik to'g'riliq ozroq so'zlay, agar vaqt bo'lsa. Bu endi abay degandek YouTube'ni endi shu Netflix'ninki Uyg'urchasi deb tushunsanlar bo'ldi. Endi Netflix bilan albatta biz ular bilan bahslashgidek, ularni oldi o'tgidek saviyadagi alat emas, lekin endi bir yaxshi boshlanish deb o'ylayman inshaalloh. Shu boshlanish bilan boshqa qarindoshlarning qo'llashiga erisha olsak, balkim bir cho'ng bir suhga aylanishimiz mumkin. Kelgusida balkim biz muajirat yashayotgan bo'lgandan qachon vatanga ketib bo'lguncha biz yana bundaq Uyg'ur tilidagi suhbalarga ehtiyoj deb o'ylayman. Bu suhbani endi abay degandek app shaklda agar alma telefoningiz bo'lsa, alma telefonga, andan keyin iPadlarga, andan keyin Android telefoningizga, Android tabletlarga, andan keyin Android televizorlarga, andan keyin Smart TV'ga tushagil bo'ldi. Yani Android TV bilan Smart televizorniki farqi, masalan, Samsung, LG desak bir markalarni, bu Samsung, LG degan markalarning o'zininki ayrim bozori bo'ladi. Masalan, Smart deganda faqat ularning o'zlarining appini tushira olasizlar. Masalan, LG bo'lsa, LGninki o'zining bozoridagi appini, andan keyin nima Samsung bo'lsa, Samsungning o'zining bozoridagi appini. Lekin Android bo'lganda u biroz keng nimani o'ziga oladi. Android TVning bilan Smart TVning farqini tushuntiryapman hozir. Android TVda yana jiqroq applarni tushira olasizlar. Bu bizning DS video Android TVda bor, lekin Smart TVda yo'q. Lekin Smart TVni ko'rman desanglar, uning hozir biz bu nimamizni, bu YouTube'ni hozir Plex subsiq uladik. Shu Plex orqali bevosita ko'ra olasizlar, shuni Smart TVda tushira olasizlar inshaalloh. Televizorninki applari App Store'da ayrim bo'lganda undaqda. Chunki supa o'xshamaydi. Alma telefonlarning App Store bo'ldi. Apple TVninki tvOS deb uningki yumshoq nimasi operating systems o'xshash bo'lmaydi. Ondan keyin Androidniki Android telefonlar, ondan keyin Android TV deb ma shaklda ma'lum.
Bayaqda bir qarindishimiz savol so'rabdi. Buniki mulozimatlari nada, videoning suzuvligi qanday? Bu qarindishimiz texnik IT kompüter texnikasida nima qilib shularni bildi o'xshaydi. Bu to'g'risida bu yerda to'xtalishimning o'rni yo'q deb o'ylayman, chunki uning mulozimatlari texnikalik masala. U faqat o'zimizga xos, ya'ni o'zimiz bilamiz. Agarda bek tafsiliy bilgimiz bo'lsa, shu Facebook'dagi Facebook kanalımız orqali ushur qilsangiz biz tushuntirib qo'ysak bo'ladi ekan. Uning surati yaxshi. Masalan, hozir shu Guli qarindishimizmi ishladi deb o'ylayman. Ko'rdi menimcha bir ikki filmlarni. Suratini qandaligini siz o'zingiz deb bersangiz bo'ldi bo'lmasa. Siz chiqyaptamdi yo qaytib borib sizga chiqyaptam degandekchi. Onun da hech qanday qaytib oldigan ish, onda shunaq suzib qo'yish, qaysi filmni bosgan amallam 1 sekund, 2 sekund unda to'xtab qoladigan ish yo'q. Surat intayin yaxshi ekan. Kirib Uyg'urcha kartonlarni ko'rib chiqdim. Meniki IP adresim bor deb qo'ysam. App Store'ga kirib, mayli qanday xil telefon bo'lsa, Android bilamdi yoki iOS, shu olma telefon bilamdi. DS Video degan appni tushirib olib, undan keyin Facebook'dagi YouTube channel degan kanal bilan aloqalashib, IP adresini olib, kinolarni bemalol ko'rsak bo'ladi. Hozir faoliyat davomlashyapti. Dastlabki haqsiz beradigan abonentlarniki hozir barcha ko'pchilik fursatni chimtitni. Rahmat. Yana bir gapni qo'shib qo'yay. Bu YouTube subsidiyasida bu 180 karton bilan 180 cho'nglarning film bilan oxirlashib qolmaydi. Shu bir tarafdan tarjima qilingan filmlarni yig'ish orqali biz bir tarafdan uni kirishtirib, suzuklashtirib, takrorlab degandek yo'llab turamiz. Shu har zaman yangilanib turdi yana mazmunlar. Ya'ni yangilanish surati ya bo'lmasa yangilanish nisbati shu filmlarning tarjima qilinish qilinmasligi bilan munosabatli. Lekin hozirning o'zida endi bir aile mesela ko'rman desa 1 yilgacha keng kushada ko'rib yetib eshib qolgan film kartonlar bor hozircha. Lekin yana har doim yangilanib turdi mazmunlar. 1 yilgacha ko'rib bo'lmaydigan kinolarniki Uyg'urcha hammasi kirgizib qo'shsangiz 300 ga bordigan bir oilada menimcha bir unda kunda bir kino ko'rib bo'lmaydi-cha, hammaning ishi bor. Yana bir narsani ta'kidlab qo'yamiz. Bu ishlashga asosiy maqsadimiz bu insonlarni televizorga qaratib olish emas. Biz unda qilsak bo'lmaydi. Biz televizorga qarab o'tirgan jiq vaqtimiz yo'q. Biz hammamizningki turmushi aldirashchilikda. Ballarımızmı televizorga berilkasi bo'lmaydi. Lekin buni qilishimizki maqsad hamda uyingizda chiqayotgan shu inglizcha, turkcha ya boshqa shu davlat yashayotgan tillarning o'rnida shu bolalar qo'yib bersangiz, shuningdagi bir necha eg'iz Uyg'urcha gaplarni bo'lsa-mu qabul qilib, shu orqali sizga bir Uyg'urcha qilsa, yo bo'lmasa sizga bir Uyg'ur tushundirsa degan bir shu maqsadda qilingan narsa. Buningda hargiz mo'yliqi sizlarningki bütün vaqtingizni bu televizorga qaratish emas maqsadimiz. Yaxshi planlar. Va odatda biz mayada men nurg'un bir necha oilalar, Uyg'ur oilalarga borgan bu yerda maktabda bolalar asosan fransuz tilidagi maktablarga boradi-ku. Ben tomoqatgalarda bolalar o'ynayotgan chog'da televizor ochiq holatda turadi. Ko'radigan shu mushaninki shu fransuz tilli kanallari. Endi maktablarimiz chiqqandan keyin YouTube'ning ichidagi butunlay hammasi Uyg'urcha bo'lgandan keyin bolalar o'ziniki o'yinni o'ynagach, cho'nglarmi o'zlariniki ishini qilgach, uyda to'xtamay shu televizor ochiq holatda quloqqa kirib tursa-mu, bolalarniki shu til bek foydali ekan deb alayda shuning bilan oldin qitimliq bir live streamda maxsus Uyg'urcha kanallar Uyg'urcha applarni tanishtirib, sizniki bu appni tanishtirgan. Bugun texmo bakrak aniqroq tushunchaga ega bo'ldim. Hamda ko'pchilikning shu programmani ko'rgandan keyin bizniki kunlik turmushimizda kelgusi avlodlarni Uyg'ur tilida, ya'ni Uyg'ur tilimizni ham Uyg'ur tili tafakkurimizni yetildirish jihatlarida qanchalik intayin muhim rol o'ynaydiganligini bir tushunsak, Uyg'ur o'zimizdagi applarni qo'llab, shu videolarimizni applarni tushirib olgan, deb sizlarga yaxshi narsalarni tavsiya qilib bu programmani o'rlashtirdik. Yana qanday davomli so'zlab beradigan narsangiz bo'lsa qo'shsangiz bo'ladi? Bo'ladi. Yana bir gap, endi bu YouTube bu Supuningki, appningki
kelgusi taraqqiyot endi bir narsa yaxshi bo'lingan narsaning taraqqiy qilishi menimcha zarur ham muhim deb o'ylayman. Yani bir nuqta turmay qanchaki taraqqiy qila olsa, xalqqa shuncha cho'ng manfaat beradi deb o'ylayman. Şon bunu hamda bu appninki bu supuniki taraqqiyotini ham shu muhojirat yashayotgan bir uyimizda Uyg'urcha ovozliq filmlar chiqib turgan, bolalarimiz Uyg'urcha o'rganskan deydigan qarindoshlarimizning yordamidan ayirib qaray olmaymiz. Mayli iqtisodiyatdan bo'lsin, mayli moddiy va ma'naviy jihatdan bo'lsin, qo'llashga muhtoj biz. Qo'llash bo'lmagan ahvolida balkim Allah bilgici bizim uzak berdaş veremezsiniz mümkün çünkü bunun mu acırlar sonduruldu. Onu acırların özümüz bilmemiz ne acırlar sonduruldu kalkmamızı. Bu filmlerini kesip çaplap diyendek, süzükleştirip diyendek saatler ekranı alıp oturuş doğru kıldı. Bu elke hem de Avrupa'da yaşatan kıyardaşlarına nispeten o 10 Amerika doları benimce ancak köp pul memesine oylayman. Ben de Avustralya'nın şaraitida bir qahvani 4 dollardan 5 dollardan mesela işçimiz mesela bir qahva içip qalsak 2 tal qahvaning puli desek bo'ladi endi. Bu hamda O'rta Osiyodagi Turkiyadagi qarindoshlarga ayrim baho dedim. Shu uningga nisbatan ayrim baho o'lchami bor. Lekin normaldagi Yevropadagi Amerikalardagi Avstraliyadagi qarindoshlarga nisbatan shu 10 dollarning bahosi 10 dollar baho, ya'ni belki çoğun bahada oylamayım. Şu an inşallah şu qarindoshlarniki qo'llab berishini ham bu şu yasıgan supimiz orqali farzandlariga bir manfaat bo'lishini biz chunki onimizni orzu qilamiz. Yani birge deyishni unutib qolibdim. Bu film karton degan narsa amaliyotda bir kitob deb tushunsak bo'ldi ekan-ku. Ya'ni siz shu bir filmni boshlab, bo'lmasa kartonni boshlab ko'rib bo'lguncha bir ideya kallangizga singdirildi ekan-ku buningda. Hamda biz musulmon. Andan keyin biz yani milletimiz Uyg'ur ham biz musulmon. Shuna bo'lganki bizning axloqimizga yoki bizning diniy axloqimiz, milliy axloqimiz bo'lsin, toz uyg'un bo'lmagan mundaq mazmundagi filmlarni men shaxsan chiqarishni yoqtirmayman. Uyg'urcha tarjima qilingan bo'lsa-mu chiqarmayman. Bu jihatdan xabardor bo'lib qolganinglar yaxshi deb o'ylayman. Ya'ni mazmuniga kuchimizning boricha diqqat qilamiz. Amal bo'lsa yaxshi bir narsa singsa farzandlarimizga deydigan, ya'ni masalan nimada Xitoyda ishlangan, Xitoyning ideologiyasi singdirilgan yoki Xitoyning chiroyi singdirilgan karton filmlarning hech qaysi yo'q. Ondaq nimalarni Xitoyninki nimalarini qo'shmayli ishlamayli. Yo'q shu. Hamda kartonlarga oilga qanday ekan desa shu bir-birini o'ldirish, chepish masalalari ismlarini Xudoyim Shiyonlarnikini misol qilib besaqmi faqat shu bu odamni razil qilib tarbiyalaydigandek shundoq bilindim ammo chatalninki karton tarbiya etmekkiga bolalarniki ideyasini kallasini bir xilliqi mehr muhabbat bilan tarbiyalaydigan nonnikini kashfiyotchanlik deymizmi ishqilib bir xilliqi ideyani bir xil ochadigan kallan taraqqiy qildiradigan meningki bir taraqqiy qiladigan yaxshi kartonlar chatalninki o Xitoyniki kartonlarini tarjima qilinganlari bor bo'lsa-mu bu appga qo'shilgan yaxshi deb bu mening o'zimniki shaxsiy fikrim. Shunlashganda bakchiq lekin menimcha xilji karton bor deb o'ylayman, lekin shu Xitoyda ishlangan tarjima qilingan bo'lsa-mu, lekin bizga nim qilgan chunki biz kichik vaqtimizda o'zimiz o'shaning bir narsani ko'rib, o'shalarni cho'ng bilib, o'shaning ideyasi sindirilib cho'ng ketdik emasmi? Şu o narsalarni bolalarimiz so'rab ekansak toza to'g'ri bo'lmaydi. Endi bu deganlik Amerikanikini sindiraylik deganlik emas, lekin ularnikidan yirtig'imiz yaxshi. Mazmuni yaxshi bo'lgan, ya'ni
bir yaxshilikni nima qila oladigan bunday mazmundagi karton filmlarni qo'shib tirishimiz. Yaxshi. Allah ajrinlarni bersin. Kelgusi avlodlarni shu biz shularga ko'proq zehn sarf qilib mavjudligimizni saqlab qolishda keyingi avlodlarga bakrak kuch chiqarishimiz kerak deb o'ylayman. Shunlashqa sizningki bu qilayotgan ishlaringizdan bak suyundim. Allah ajringizni bersin. Sizga ko'p rahmat. Amin. Rahmat. Bu kimlarniki savol gap so'zlarga qarab baksam shu bayqanondek YouTube'niki IP so'rab turib oldi ekan deydi, bunga javob berib bo'ldik. DS Video degan appni tushirib bo'lgandan keyin YouTube channel degan Facebook page'ni istab tepib Facebook'dan aloqalashib buni olsak bo'ladi. Ondan keyin yana bir qilishimiz, ya'ni Uyg'ur IT sohasidagi YouTube channel IT bu mulozim so'ragan savolda mulozimlarda videolarning suzlikligi bunimi o'sha Facebook page'dan o'zaro kasbdoshlar o'zaro paranglashib olsalar bo'ladi deb qarayman. Shundaqa. Facebook'dagi ism YouTube channel. Mungkin DS Video. Ben hozir sizningki gaplaringizni anglab texmo bakrak tushunchaga ega bo'lganday bo'ldim. Sizga ko'p rahmat. Yana hozir qo'shib qo'ydiganlaringiz bo'lsa, yana qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir taxminan 26 minut bo'ldi. Shu minut yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni asosliq tushuntirmoqchi bo'lgan maqsadlarimni to'liq tushuntirdim deb o'ylayman. Shuni inshaalloh degancha mishaga chiqib tursak yaxshi bo'larmikin. Bo'ldansa kelar qatimliq videolar, kelar qatimliq suhbatlarda bo'lsin shunday foydali boshqa applarni tunishtirishda yana bir paranglashib tursak, yaxshi mazmunlarni sunsak deb o'ylayman. Bugungi bergan tushunchangizni bo'lib men shaxsan o'zim texmo bakrak aniq tushunchaga ega bo'ldim. Barliq ota-onalarningki uyda farzandlari bor ota-onalarniki bo'libmi? YouTube kanaliga shu appni tushirib olib YouTube kanaliga a'zo bo'lib ichida nurg'un butunlay Uyg'ur tilidagi shu karton film olanligimi ota-onalar bilan bolalar tang o'tirib ko'rgili bo'ladigan o'zimizdagi Uyg'ur millatidagi axloqqa mos bo'lgan barliq shu Uyg'ur tilidagi programmalar, Uyg'ur tilidagi kinolar shunday chiqqan. Uyda o'zimizniki inglizcha, fransuzcha, turkcha kinolarni ichib qo'yishning o'rnida hech bo'lmaganda 20 bo'lsa-mu shu o'zimizniki Uyg'ur ona tilidagi filmlarni o'zimizdagi televizordan yangrab tursam-da yaxshi deb o'ylayman. Qanday bo'lsa, inshaalloh boshqa qo'shib qo'yadigan gaplaringiz bo'lsa, ko'pchilik bilan qo'shish yo'q, mishada oxirlashtiramdi. Bo'ldi, bash qo'shib qo'ygan gaplarım tugab qoldi. Rahmat. Yani mush fursatni yaratib berganingiz uchun sizga rahmat aytaman. Ham inshaalloh xizmatingizning texnik utuqli bo'lishini tilayman. Facebook nimada YouTube orqali yaxshi ishlarni qilyapsiz. Inshaalloh Alloh barakat bersin. Texnik yaxshi davomlashtirib mashingizga tilakdoshman inshaalloh. Amin. Rahmat. Güzel dualarınızı ko'p rahmat. Ko'pchilik xo'shansa, hammalarga salomatlik bo'lsin. Allah'a emanet.